Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Mana Xudo xolasa Makka Mukarramada Xudo xolasa mana bugungi kunimiz 9 kun bo'lyapti, 9-kunimiz. Sizlarni yana bir tavsiya qilib murojaat qilmoqchiman. Bizning umra paketimiz 14 kunlik bo'lib, 14 kunning ichida 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal taomlar beriladi, Makka Mukarramada 3 mahal taom beriladi. Madina Munavvarada sayohat qiladigan joylarimiz birinchi o'rinda Ravzaga albatta olib ketiladi. Boqiy qabristoni bor, Qiblatayn, Qubo masjidlariga, Uhud tog'iga, Xurmo bog'iga sayohatlarimiz bor. Bulut masjidlari bor, o'sha joylarga ham aylantirib sayohat qildiramiz. Makka Mukarramaga kelganda esa birinchi o'rinda avvalo kelgan kunimiz Xudo xolasa tavof qilamiz, umra amallarini bajaramiz. Bir kun dam oltirib Toif shahriga sayohatga olib chiqamiz. Sayohatdan keyin yana qayta umra qildiramiz. 2 marta umra qilinadi. Hop. Yana bir kun dam oltirib sayohatga olib chiqiladi. Yana bir kun dam oltirib sayohatdan keyin umra badalida ham umumiy hammalarini birgalikda umra badallarida ham qildiryapmiz. Sababi juda ko'pchilik alohida borib odashib qolyapti, bitta jonli so'yishi qarz bo'lib qolyapti. O'shaning uchun endi bu yerga kelib savob ishlayman deb gunoh ko'rib ketmasin. Ba'zi odamlar kelib hali Ka'bani Ali Ibrohim maqomida o'pishib, qo'sh ushlashib, jab tushunmaydigan narsalarni Xudo taolani qilib yuboryapti, shirk bo'lib qolyapti. O'shaning uchun o'zimiz shu yerda tashkillashtirdik. Umuman xatosiz umra badalida ham, umrani ham xatosiz qilishlarini, Toif shahriga borsa qaytib kelgandan keyin yana qayta umra qilish kerakligini tushuntirib, xizmatlar qilyapmiz bu yerlarda. Shuning uchun hammalarga tavsiya qilamiz. Sharoitlarimiz zo'r, oshxonalarimiz zo'r. Ibrohim Halilulloh ko'chasida mehmonxonamiz mana. Hozir mehmonxonada o'tirib olyapmiz. Mehmonxonadagi qulay sharoitlarimiz, joylarimiz hamma yo'q yaxshi. Sovun, sochiq, shampun mehmonxonamizda har kuni almashtiriladi, har kuni. Undan tashqari yana bu yerlarda taomlarimiz ham aytib o'tib ketam, milliy taom, bo'lishgan non yemaysizlar. Faqat tan yopilgan novvoy non yeyiladi. Novvoy non bilan beriladi. Saharligimizga berilayotganlar mana silishli masli, shakar, sutun, kofe choy, ko'choy, ta'mir choy xolasa, xohlagan narsalar, silishli maslilar, hamma yo'q, tuxum bor mana, har kuni tuxum beramiz saharlikka. Obedda 2 mahal ovqat beryapmiz, 1-2 qilib. Undan tashqari salatlar endi beqiyos. Ularga gapirish hojati yo'q. Taom tomonidan Xudo xolasa inshaalloh umuman kamchilik, muammo yo'q. Xizmatlarga kelsak 50 yoshlarimiz shunaqa xizmat qilyapti. Kerak bo'lsa har kuni. Kelgan mijozlarimiz ham biror kun dam olaylik deyoryapti. Sababi ibodatni shunaqa ko'paytirib olganmiz, sayohatlarda vaqt yo'q. Vaqt juda tez o'tib ketib qolyapti. O'shaning uchun tavsiya qilamiz hammalarga mana Centron kompaniyasini Zafarbek Umra obunachisi bo'lishlarini taklif qilamiz. Pastdagi raqamlarga telefon qilishlarini tavsiya qilamiz. Like bosinglar, like bosib jamoat ko'paytiraylik. Bizni travelimiz Xudo xolasa juda a'lo travel. O'shaning uchun kelinglar, mana o'zim birga olib kelyapman. Mana olib kelib mana videolarda ko'ryapsizlar. Zafarbek Umra deb yozsanglar, YouTube kanalimdagi kanalimni ko'rasizlar. O'shaning uchun Telegramda ham shuni deb yozsanglar, Telegramda ham bor. YouTube kanalim ham bor. O'shalarda ko'ringlar, sharoitlar qanaqa xizmatlar qilinyapti. Ko'rib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa xizmatinglarda 14 kun xizmatinglardamiz. Telefon qila olasizlar, pastda nomerlar bor. Shu nomerlarga telefon qilsanglar, murojaat qilib, Xudo xolasa inshaalloh birgalikda to'plab o'zim olib kelaman.